Yer va unda qurilgan mulkka oid huquqlarni e'tirof etish endi yanada oson bo'ladi. Qanday yengilliklar bor? Agar ko'chmas mulkning soliq qarzi bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravardan, ya'ni hozirda 12,3 million so'mdan oshmasa, unga bo'lgan huquqlar tan olinishi mumkin. Agar yeringizning bir qismi bino qurish taqiqlangan hududda bo'lsa, o'sha taqiqlangan qismi chegirib tashlanib, qolgan xavfsiz qismi qonuniylashtirilishi mumkin. Agar yer uchastkasi 1999-yil 1-yanvargacha egallangan bo'lsa, uning 0,24 gektargacha, ya'ni 24 sotixgacha bo'lgan qismiga ijara huquqi beriladi. Ortiqcha egallangan yerni qonuniylashtirish uchun o'sha umumiy maydon ichida albatta bino yoki inshoot 2018-yil 1-mayga qadar qurilgan bo'lishi kerak. To'lovlar va chegirmalar. Qonuniylashtirish uchun belgilangan bir martalik to'lovni 20 ish kuni ichida yarmini, 50% to'lasangiz, qolgan qismiga chegirma beriladi. Agar pulingiz yetmasa yoki to'lashga qiynalsangiz, soliq inspeksiyasi bilan shartnoma tuzib, to'lovni 1 yildan 3 yilgacha bo'lib to'lashingiz mumkin. 2020-yil 1-yanvardan 2024-yil 1-iyunga qadar yer uchastkasi uchun oshirilgan stavkada hisoblangan soliqlar jismoniy shaxslarga qo'llanilmasligi belgilandi. Muddatlarning qisqarishi. Ilgari hujjatlarni ko'rib chiqish muddati jami 150 kunni tashkil etgan bo'lsa, endi ushbu muddat 50 kungacha 3 baravarga qisqartirildi. Muammoli vaziyatlarda fuqarolarning vaqti va pulini tejash uchun shikoyatlarni sudgacha bo'lgan bosqichda idoralarning o'zida ko'rib chiqish tizimi yo'lga qo'yildi. Hujjatlar tayyor bo'lgach, kadastr agentligi maxsus avtomatlashtirilgan tizim orqali sizga o'zi avtomatik xabar yuboradi. Jamoatchilik nazorati va shaffoflik. Har bir mahallada hokimlik, qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi organlari, davlat kadastrlari palatasi vakillari hamda mahalla raisidan iborat ishchi guruhlar tuzilib, jarayonni adolatli tashkil etishga yordam beradi. Sizning yeringiz yoki uyingizga oid elektron ma'lumotlar yig'ma-jild 10 kun davomida jamoatchilikka e'lon qilib qo'yiladi. Keyin adliya organlari ularni 20 ish kuni ichida tekshirib chiqadi. Agar uyning qachon qurilganini tasdiqlovchi kosmik surat mavjud bo'lmasa, u oxirgi 2 yil ichida olingan sun'iy yo'ldosh kosmik suratlar orqali aniqlanadi.